Men Saparalieva Gavhar, Samarqand iqtisodiyot va servis institutining iqtisodiyot fakulteti 2-bosqich talabasiman. O'qish bilan bir qatorda qariyb 7 yildan buyon sportning karate turi bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelmoqdaman. Shu vaqt davomida ko'plab musobaqalarda ishtirok etdim va bir qancha yutuqlarga erishdim. Jumladan sportning karate Aytkiyev turi bo'yicha Jahon Kubogi sovrindori, 3 karra Osiyo chempioni, 10 karra O'zbekiston chempioni, xalqaro turnirlar g'olib va sovrindori hamda O'zbekiston sport ustasi unvonini qo'lga kiritdim. Institutimiz rahbariyati tomonidan talabalar sport bilan shug'ullanish uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Shu o'rinda shuni aytib o'tishim joizki, yutuqlarimni o'z yutuqlari kabi ko'rib kelayotgan mehribon ota-onamga, yutuqlarimga katta hissasini qo'shib kelayotgan murabbiyimga hamda qo'llab-quvvatlab kelayotgan fakultetimiz dekaniga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.